Alloh bandam desin. Alloh bandam desin. Biz million marta, milliard marta Alloh meni Robbim desak-ku, Alloh taolo bir marta bizni bandam demasa, u quruq da'vo. Kattalarimiz gapi bor. Alloh o'zi bandam desin deb qo'yadi. Jibril alayhisalomga Alloh taolo "Ey Jibril, falon bandani men yaxshi ko'rdim." Siz ham yaxshi ko'ring. Jibril yaxshi ko'radi. Jibril samo ahliga aytadi. Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi, yaxshi ko'ring deydi. Samo ahli yaxshi ko'radi. Yer ahliga aytilinadi. Yer ahli yaxshi ko'radi-da, Alloh yaxshi ko'rgan bandani odamlar orasida bu uchun qabuliyat ochiladi. Odamlarning qalbiga yo'l ochiladi.